Xo'sh, yaxshi, mana shularni mana shu yerga qurib bo'lsam yaxshi, menimcha zo'r. Barchaga salom bolalar. Mana ismim Kompot va mening video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar, obunachilar yaxshimisizlar bolalar? Mana so'rasanglar bolalar, barchasi joyida va bolalar. Nima qilyapsan deb so'raganlar bo'lsa bolalar, men o'zimga nima desam bo'ladi? Mana bu bunker, men qanaqadir qisqasi o'zimga omborxona qurmoqdaman. Maxfiy omborxona bolalar. Men o'zimning pullarimni mana shu yerga qo'yaman bolalar. Hech kim bilmasligi kerak bolalar, bilasizlar o'zi qishloqda yaxshi yomon odamlar bor, bilib bo'lmaydi bolalar. Qishloqda kameralar ham yo'q, qisqasi bilasizlar, xo'p, mana shunday qilib yopib qo'yaman, yaxshi. Xo'p, menga hozir bitta ikkita narsalar kerak edi, shuni hozir omborxonadan narsalarni olamiz bolalar, lekin menimcha bilinmayapti bolalar. Buni qaranglar. Mana bu yerdan mana shunday qilib ochib yopamiz va ko'pchilikni nima desam bo'ladi, aqliga yetmaydi buni ochgandan. Mayli, nima bo'lganda ham bolalar, sizlarga yoqdimi bolalar? Bu bilmadim bolalar, sizlar nechidan necha baxt qo'yasizlar bolalar, lekin menga yoqdi deb o'ylayman bolalar. Sababi bolalar qaranglar, bu xavfsizligi bo'yicha ancha yaxshi va juda ham ajoyib mustahkam bo'lib ko'rinib turibdi. Ikki tomoni obsidiandan qilingan va atroflari temir blokdan o'ralgan bo'lgan. Xo'p, mayli nima bo'lganda ham, xo'p, hozir biz omborxonaga boramiz-da, narsalarni olamiz. Voy, yaxshi. Voy, tushunmadim. Bu yerda nimalar bo'lyapti ekan? G'alati. Kim qishloqlar nimalar bo'lyapti bu yerda? Biza qisqasi qara, Kompot, biza o'zimizni omborxonani himoya qilyapmiz, tushunyapsanmi? Nima uchun u himoya qilyapsizlar savolda sizlarga? Juda ham g'alati. Qara, qarochi, nima uchun himoya qilyapsan deysanmi? Ko'rmayapsanmi nima turibdi? Xo'p, hozir bir tekshiraychi. Voy, bolalar, obunachilar, buni qaranglar, ichkarida juda ham ko'p pullar bor ekan. Nima uchun himoya qilayotganini menimcha shuning uchun bildim. Qishloqlar, nima uchun bu yerga bunday qilyapsizlar? Qisqasi biza barcha pullarimizni mana shu omborxonaga tiqdik va mana shu omborxonada himoya qilamiz, tushunyapsanmi, o'zimizning pullarimizni? Voy, juda ham g'alati bolalar, bilmadim nima bo'lganda ham. Bu pullarni tashqaridan chiqib turibdi, pullar uchib ketmaydimi? Bilmadim, biza juda ham himoya qilishga harakat qilyapmiz, qara. Bilmadim, lekin men narsa olgan keluvdim omborxonadan. Omborxonada ham narsalarni olib tashlabsizlar-yu. Endi baribir-da. Mayli, nima bo'lganda ham o'zing bilasan, tushunyapsanmi, Kompot? Bizni himoya qilyapmiz, sizlar pullaringni olib kel, mana shunday himoya qilamiz. Yo, men umuman pullarni olib kelmayman, lekin juda ham ko'p pullar bor ekan bolalar. Senga yoqdimi? Sana pullaringni olib kel, tushundingmi? Yo, men umuman olib kelmayman. Bu juda ham yomon fikr bu. Mayli, o'zim uyimga keta qolay. Men o'zimning ishlarimni qilayotgandim qishloqqa. O'zi bu yerdan nima uchun keluvdim? Mana bu narsalarni olgani keluvdim bolalar, bilmadim. Bolalar, buni qaranglar, вообще juda ham yomon bo'layotibdi. Nima bo'lyapti? Tushunmadim, bu qo'lingdagi blok nima qilayotgandingsan? O'zimning uyimda nima desam bo'ladi, maxfiy o'zim mustahkam omborxona qurayotgandim. To'xta, sani barcha pullaringni mana shu omborxonaga solamiz, bo'ladimi? Yo, mani omborxonamga umuman sig'maydi. Tushun, buni qara, juda ham ko'p pullar bor bu yerda. Yo, bo'ladi, barchasi zo'r bo'ladi. Sen undan ko'ra hozir senga seyflar olib beramiz, вообще zo'r bank qilamiz seni uyingni. Bilmadim, men hozir bir o'ylab ko'rishim kerak. Obunachilarim bilan bir maslahatlashib ko'rachi bir gap bo'lar. Yo, sen quraver, obunachilaring albatta nima desa bo'ladi, ular rozi bo'lishadi, tushunyapsanmi, Kompot? Xo'p, mayli, agarda ular rozi bo'lishsa, bemalol bo'lmasa, mayli quraman desam quraman, bo'lmasa to'xtab turchi bir ikkita narsalarni olib kelib va o'zim quraman. Tushundingmi? O'zim sizlarni chaqiraman. Sizlarni banklaringiz umuman bo'lmaydi, tushundingmi? Bo'li, Kompot, bo'lmasa barchasi tushundim. Bo'lmasa davay tezroq bo'l, seni kutaman, tushundingmi? Xo'p, mayli, bolalar, obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Men hozir men bu qishloqning gapiga kirdim bolalar. Qani, xo'p, nima bo'lar ekan bilmadim bolalar. Men o'zimning uyimni bank ochmoqchiman. Mayli, nima bo'lganda ham bolalar, ish qilib menimcha oxiri baxayr bo'lsin-da bolalar. Sababi nima uchun bunday deyapsan deydiganlar bo'lsa bolalar, qishloqlar ko'pchiligi tushunadi, ko'pchiligi tushunmaydi. San pulim qani, ko'pchiligi tuhmat qilishi mumkin bolalar. Mayli, xo'p, nima bo'lganda ham mayli, xo'p bolalar. Ovozimni toniga e'tibor bermaysizlar bolalar, sababi nima desam bo'ladi, kechqurun juda ham charchagan holda videolar olmoqdaman. Xo'p, bolalar, mana obunachilar ko'rishingiz mumkin. Seyflarni olib keldim, barchasini qo'yamiz-da, xo'p, joylashtirib chiqamiz bolalar. Lazerlar ham olib kelganman bolalar, sababi meni ko'zimni xira qilib yoki meni aldab mana shu bambu omborxonaga kirib olib, seyfdagi pullarni olishi mumkin ayrimlar. Shu sababdan bolalar, men hozir nima qilyapman? Mana shu lazerlarni qo'yib, mana shu o'sha narsani oldini olishga harakat qilyapman bolalar. Menimcha men to'g'ri ish qilyapmanmi bolalar? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Mayli, nima bo'lganda ham xo'p, tezroq qurib bo'lamiz. Mana bu yerdagi lazerlarni qurib bo'ldim. Xo'p, endi mana bu yerdagi lazerlarni
qurib chiqamiz. Xo'p, yaxshi, mana shunday qilib qurib chiqaman. Yaxshi bola. Menimcha lazerlarni zo'r qo'yib chiqmoqdaman bola. Sababi bola lazerga teginsa bola birdan qo'lni kuydiradi. Xo'p, mana qurib bo'ldik. Yana endi bizda kamera bor. Ikkita kamera mana shu yerga qo'yamiz va bitta kamerani qayerga qo'ysam ekan bola, bilmadim. Bitta kamera ortib qoldimi, bilmadim. Mayli. Xo'p, bo'lmasa xo'p, yuqorida endi narsalarni joylashtirishim kerak. Xo'p, mana bu yerda bola, xo'p, men yuqoridan mana bu orujalarni olib keling bola. Kimdir meni yana o'sha gap, yana kimdir meni aldab mana shu omborxonaga kirsa, mana shunday nima desam bo'ladi. Faqat men kirishim mumkin. Mendan boshqa kimdir kirsa, mana shunday otib tashlaydi bola. Buni ichida juda ham ko'p miqdordagi o'qlar bor va men buni ogohlantirib qo'yaman bularga, ichkariga kirmanglar. Juda ham ko'p miqdordagi pullar. Oho, qishloqlar juda ham ko'p pullarni olib kelibsizlar-yu. Davay kapot, seni kutib turibmiz. Nima qilamiz endi? Pullarni olib kelaylikmi? Yo, to'xtab turinglar, men hozir narsalarni olay. Xo'p, bola, mana yana narsalarni olib keldim bola. Xo'p, mana endi bularni hozir joylashtirishim kerak. Bola, xo'p, bu yerdan kirish eshigi bo'ladi bola. Juda ham main eshik deyiladi bola. To'xtanglar, nima deyilardi? Asosiy kirish eshik bo'ladi albatta bola. Xo'p, mana shu yerdan qishloqlar kirmaydi, faqat men kiraman bola bu yerdan. Va bu parolli bo'ladi bola, bilasizlar shunaqa gaplar. Xo'p, ana endi bularni yopib qo'yamiz. Qishloqlar, to'xtab turinglar, hozir men qaytaman. Xo'p, bularni mana shunday qilib yopib qo'yamiz bola, sababi bankda hech qanaqa bunaqa ochiq yer bo'lmasligi kerak bola. Sababi bilmadim bola, sababi har xil odamlar bo'ladi bola. Oddiy eshik ham qurmasligimiz kerak. Odamlar buzib kirishi mumkin. Shuning uchun mustahkam eshik qurish yaxshi deb o'ylayman. Xo'p, mana bu yerdan endi bloklarni quramiz bola, tezroq qurib, voy, mana buni buzib tashlaymiz deb. Xo'p, mana shunday qilib ro'yxat anolarni qo'yamiz bola. Ro'yxat olish uchun. Xo'p, bu yerda dokumentlarni qo'yish uchun mana shu stol va bu notebook nima desam bo'ladi, bular ko'pchiligi raqamli anovga o'tib ketishgan bo'lsa, o'sha raqamli anov qilamiz bola, raqamli ularni ro'yxatga olamiz. Agarda dokumentali bo'lsa, agarda anov varaqda bo'lsa bola, varaqda ham olaveramiz bola, ikki xil usulda. Chunki biz har xil nima desam bo'ladi, imkoniyatlarni bularga yaratib berishimiz kerak bola. Xo'p, nima ham derdim bola, agarda bola ovozim ozginagina eshitilib qolmayotgan bo'lsa bola, tez shunday ovozni baland qilishinglar mumkin. Kapot bo'ldimi? Hozir to'xtab turinglar. Xo'p, bola, obunachilar, buni qaranglar. Mana skinimga e'tibor beringlar bola. Mana endi juda ham yashil va ochkilarimga qaranglar bola, va вообще juda ham ajoyib turibdimi bola? Tez buni kommentariyada yozinglar bola. Menga juda ham qiziq sababi. Mayli, xo'p bola, obunachilar, to'xtab turinglar, qishloqlar. Xo'p, mana bu yerda bitta kamera qo'yamiz. Xo'p, yaxshi. Oho, bular terilib ketibdi-yu. Normali, to'xtab turinglar. Okey, Davay kapot, tezroq bizni kutyapmiz. Okey, sizlarni. Xo'p, yaxshi, mana shu yerga ikkita qo'yamiz bola. Menimcha ajoyib bo'ldi. Ana endi xo'p, bitta kelinglar. Xo'p, senga nima? Mana men pullarimni olaman. Xo'p, yaxshi, va mana pullarimni kiritmoqchiman. Tushunyapsanmi kapot? Mana senga pul. Oho, xo'p, sana hozir hisoblaymiz. 1 2 3 4 5 6 stak pul va 34 ta blok pul. Bo'limini hisoblab qo'yamiz va buni dokumentga ham tiqib qo'yamiz. Okey? Davay, okey kapot. Xo'p, yaxshi. Va bo'ldi, buni kash nima deyapman, kash deyotibman. Kash degani bola naqd pul degani edi bola. Xo'p, bola. Sizlarga ham bir inglizcha o'rgatyapman-da bor. Xo'p, qayerga? Mana bu birinchiga qo'yamiz bola, chunki birinchi pul bo'lgandan keyin birinchiga qo'yamiz. Yaxshi. Xo'p. Mana endi bu keyingi qishloqqa berilib turgan bo'lsa yaxshi bola. Bunishlar qani bularni bitta pullarini tiqib chiqamiz bola. Davay, keyingisi. Xo'p, bola, obunachilar, mana yaxshi. Xo'p, qishloqqa, xo'p, senga juda ham kamroq bo'lsa ham mayli. Xo'p, bo'liq hisob kitob qilib tiqib qo'yapman. Okey, qishloqqa xafa bo'lma. Yo'q, endi menga xafa bo'laman. To'g'ri aytasan. Nima uchun xafa bo'ladi bola? Nima uchun xafa bo'lma deyapman. Bitta savolda menga. Mayli, xo'p, o'zi вообще to'lib ketdi. Mana bu bankmi, garajmi? Mana shu bank deylik bola, bank deya qolaylik. Kompot banki desak, menimcha zo'r bo'ladi bola. Ofitsialniy tasdiqlangan mana shu bankimiz bo'ladi bola. Agar sizlarda ham Minecraftda shunaqa pullar bo'lsa, bemalol olib kelishinglar mumkin bola. Xo'p, yaxshi. Qishloqqa bo'ldim, mantiqa bo'ldim. Xo'p, seni yozib bo'ldim, ketishing mumkin. Mayli, kapot, senga katta rahmat. Mayli, bola, obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin. Вообще jotki juda ham ajoyib bank qurdim bola. Menimcha hech kimning xayoliga kelmagan bola bu qishloqda bank qurish. Menimcha men birinchi youtuber bo'lsam kerak, bank qurgan qishloqda, ya'ni Minecraftdami bola, bilmadim bola. Bank menimcha juda ham ajoyib, servis juda ham ajoyib. Nima desam bo'ladi, xizmat ko'rsatmoqdaman deb o'ylayman bola. Sababi juda ham zo'r. Bola, o'zimni pullarimni ham tiqib qo'yganim yaxshi bola. Chunki bank bor, chunki bizda bank bor. Ana endi o'zimni pullarimni ham tiqib qo'yaman. Qayerga qo'ysam ekan bola? Barcha yer to'lib ketgan menimcha.
Xo'sh. O'yla kompot. O, bu ham to'lgan bola, bu yer. O, yo, bu yer ham to'lgan bola. Mayli, mana bu yerga qo'yib qo'yaylik bola. Ajratib qo'ysam, menimcha hech kim bilmasa kerak. Mayli bola, nima bo'lganda ham bola mana ko'rishinglar mumkin. Men hozir juda ham ajoyib panik qurdim. Sizlarga yoqdimi obunachilar? Mayli. Voy chumadim. Sen kapot anavi bergan pulimdan ozgina berib tur. Muzqaymoqqa yetmadi. Yo'q, nima muzqaymoqqa yetmadi desam, men bilan hazil qilyapti bular bola. Mayli. O'y ketib qolibdi. Mayli. Menimcha bular hazil qilyapti men bilan. Bola obunachilar, sizlarga videorolik yoqdimi? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar bola, menga juda ham qiziq. Bu ana endi mana bu kravatni olib birdam olmasam bo'lmaydi. Mayli, xayr bola, sizlar bilan men yana kompot bo'ldim. Xayr, sog' salomat bo'linglar.